Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Ha qizim, kech bo'lganda nima qilib yuribsan ko'chada? Uzr onajon, darsdan keyin ovqatlangan kirgandik, o'shani sal kech qoldim. Qiz bolaga ko'chada nima bor? Undan keyin kechirmagin, tushundingmi? Ovqatlanadigan bo'lsang, uyda ovqatlangin. Xo'p, bolam. Bor xonaga. Ha o'g'lim, ke. Assalomu alaykum aka. Yaxshi kelding toy bola. Yaxshi, rahmat. Namuncha kech qolding? Bolalar bilan futbol o'ynaydi, sal kech qolib ketdim-da. Ha, mayli, yaxshi. Xo'p, tez qo'ling yuvib chiqqan. Hop. Ovqatlanamiz birga. Hop bo'ladi. Bor aka. Ha qizim, tinchlikmi? Ha, tinchlikda qo'shinga tez chiqib keling, ko'ynang tayyor bo'lgan ekan. Kech bo'lganda nima bor? Uyda o'tir. Ertaga oying bilan birga borasan. Ha, bo'ldi, tushunarli. Gaplashamiz. Xo'p. Ada, Ha o'g'lim, nima gap? aytgan ishlaringizni qilib bo'ldim. Darslarimni ham hammasini qilib qo'ydim. Bolalar bilan ozgincha kompyuter o'ynab kelsam bo'ladimi? Mayli o'g'lim. Faqat kech qolib ketmagin, tushundingmi? Oxirroq qaytgin. Bor aka. Rahmat ada, tez qaytaman. Oyi, Ho, qizim nima bo'ldi? nega adam menga boshqa muomalada, ukamga boshqa muomalada bo'lib gapiradilar? Mayli qizim, xafa bo'lma. Adila bilan o'zim gaplashib ko'raman. Adasi, charchamadingizmi? Choyingizni yengilib beraman. Yo, charchaganim yo'q. Bo'lib qoldim. Hozir tugab qoladi. Adasi, nima qizimizga boshqacha, o'g'limizga boshqacha muomalada bo'lyapsiz? Qizimiz xafa bo'lyapti. Menga qara. O'g'il bolaning tarbiyasi mana choynakka o'xshaydi. Qo'lidan tushib ketsa, nari borsa pachoq bo'ladi. Qiz bolaning tarbiyasi mana bu choynakka o'xshaydi. Endi tushundingmi? Singan narsani qayta tiklay olmaysan. Oyjon, cho'katella qolmabdi-ku, olib kelaylik. Qizim, hozircha chapatella bo'lmaydi. O'rniga sariyog' yeb turamiz. Bir oy sabr qilgan qizim, adang shunaqa dedilar, xo'p? Keyin maza qilib yevoramiz. Bo'lsa yegim keladi, Havoyjon. Oyi! Oyi! O, Habiba, Kir mashina nimaga ishlamayapti? Kirlarimni qanaqa qilib yuvaman endi? kir mashina buzilib qolgandi qizim, senga aytish esimdan chiqibdi shekilli. Adang ustalar bilan gaplashib qo'ygan. Bir haftalarda tuzatib ketishar ekan. Sabr qil qizim, xo'p? Xo'p, oyijon. Yasmin, ehtiyot bo'l. Oyi, Ha, qizim? oyjon, dadam kechagi pakka olib bugun siz ham olib boring. Endi parkka biroz vaqt bormay turamiz, xo'p qizim? Adoz ruxsat bersalar, o'zim olib borib kelaman. Mazza qilib qaychamiz, xo'p? Jonim qizim, bor uyingga. Oyijon, ovqat bugun qilmay qo'ya qolaylik. Qachon pishadi ovqat, qachon yeymiz? Dastakfa qila qolaylik, undan ko'ra oyi. Adam ham kelib qolardilar. Mazza qilib o'tirib yeb olardik. Nima deysiz, oyijon? Qizim, hozir adangning puli yo'q. Oyi, adamni har doim pullari bo'lgan-ku. Nega unaqa deysiz? Qizim, hayot bir tekis ketmaydi. Ba'zida pul bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Hozir uydagi bor masalliqlardan tez-tez ovqatingni qilgan qizim, adang kelib qoladilar. Sabrli bo'lish kerak qizim. Xo'p, bo'ladi oyijon. Qizlarimizni tarbiyasi qalay ketyapti? Xavotir olmang Vestaga, hammasi o'zingiz rejangizdagidek ketyapti. Qizlar xuddi siz xohlagandek tarbiyalanyapti. Lekin shu katta qizimiz ozgina xafadek darasi. Sog'diyona. Qizlarimizga yoshligidan beri shunaqa tarbiya berib kelyapmiz. Endi bilasan, hayot har doim ham bunaqa tekis ketavermaydi. Kamchiliklar bo'ladi. Mana shunda ham bir omadim keladi, bir omadim ketadi. Qizlarimiz har xil sharoitga tayyor turish kerak. Ertaga birovni xonadoniga kelin bo'lib tushganda ham bo'lajak kuyovi ish yurishishi bor, ish yurishmasligi bor. Har xil sharoit bo'ladi. Onasi, qizlarimiz baxti, bizning halovatimiz.